Assalomu alaykum barchaga. Qora dengiz bo'yidamiz. Suv qishda qaytargan ancha orqaga. Masjidlar ham suv bo'lar ekan. Yozda shu suv masjidlarga kelar ekan. Qishda qaytargan suv. Bu praktikaligi nimaligini ko'ringlar. Qo'lida hammasini Qora dengiz mana suv mana keladigan joylar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Mana Qora dengiz bo'ylarida biz dam oladigan joylar. Hamma yoq yaxshi, ob-havo yaxshi.